do'kondan olgan shkaf bilan zakazga yasalgan shkafni narx-navosida nimaga farqi bo'ladi? Do'kondan oladigan shkaflarni masalan rangi shunaqa bo'lishi mumkin, lekin ichki bo'linmalari baribir mana bunaqa bo'lmaydi. Bu yerda ikkita bolaga yana mo'ljallab turib kichkina shkaf qilindi. O'zi videoga olishga arzigulik emas, prosta narx-navosi nimaga qarab turib farq qilishini men tushuntirib bermoqchiman. Hop, bu yerda shkafimiz mana ikkita tortma, ikkita alohida bolaga. Bu polkani olib tashlab pastga qo'yib, bu yoq tarafga ham kiyim ilsa bo'ladi. Bu yoq tarafga ham bolalarning o'zi bemalol kiyimni qo'yaveradi. Bu yoqqa sezonli narsalar, yozda qishga, qishda yozgi narsalar qo'yiladi. Hop, do'kondan oladigan shkaflar misol uchun bu yoq taraf kichikroq, faqat polkani o'zi bo'ladi. Bir yoq tarafida vechilkani o'zi bo'ladi. Razmerlari farq qiladi. Joyiligi kelib turib biz o'lchaymiz, o'sha narsalar bilan farq qiladi. Do'konga qilinadigan bo'lsa, bitta standartli razmerda, konverda u nisbatan arzonroq ham chiqadi. Sifati bo'yicha ham farq qiladi. Buni hozir biz devorlarga qotirib qo'yib ketdik. Shkafimiz qimirlamaydi. Mana. Zazorlari ham mana.